Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Insoniyat tarixida hikmat va ibratga boy ko'plab rivoyatlar mavjud. Ularning har biri bizni o'ylashga, hayot yo'limizni to'g'ri belgilashga undaydi. Mana shunday bebaho hikoyalardan biri Arslon, bo'ri va tulkiga oid mashhur Sharq qissasi. Bu voqea nafaqat hayvonlar haqida, balki odamlar orasidagi hurmat, adolat va farosatning qanchalik muhimligini eslatadi. Marhamat, tinglang. Arslon, bo'ri va tulki ovga chiqdilar. Bir kuni tulki, bo'ri va arslon ovga chiqdilar. Tulki va bo'ri arslonga itoat qildilar. Arslon ham hamma narsani bilishga, har narsaga kuchi yetishiga qaramay, tulki va bo'ri bilan maslahatlashib ish tutdi. Dala qirlarni kezib, bir tog' sigiri, bir tog' echkisi va bir quyon tutdilar. O'ljalarni sudrab o'rmonga olib keldilar. Arslon bo'riga qarab dedi: "Ey qariya bo'ri, bu o'ljalarni adolat bilan taqsimla." Bo'ri dedi: "Shohim, yovvoyi sigir sizga munosib, chunki siz bizning kattamizsiz. Yovvoyi echki menga to'g'ri keladi, men o'rtanchiman. Quyon esa tulkiniki." Arslon buni eshitib, g'azablanib bo'rining yoniga keldi. "Nimalar deding? Yana bir takrorla", dedi va bo'rini bir lahzada o'ldirib qo'ydi. Shundan so'ng Arslon bo'rining o'ligiga qarab: "Ey nodon, mening huzurimda qozilik qilgani oqibati mana shunday bo'ladi", dedi. Keyin tulkiga yuzlanib: "Qani tulkivoy, bu o'ljalarni sen taqsimla." Tulki darhol tiz cho'kib, yerga yuzini tukkizib, hurmat bilan dedi: "Ey afandimiz, bu semiz buqa sizning ertalabki nonushtangiz, echki tushlik ovqatingiz, quyon esa kechki taomingiz." Arslon hayratlanib so'radi: "Ofarin tulki, bunday taqsimlashni qayerdan o'rganding?" Tulki dedi: "Mana bu yotgan jonsiz bo'ri o'rtog'imdan o'rgandim." Shunda Arslon mamnun bo'lib dedi: "Ey mening qadrdonim, agar qalbing biz bilan bir bo'lsa, bizning qalbimiz ham sen bilan birdir. O'ljalarning uchovi ham seniki bo'lsin." Tulki ta'zim qilib dedi: "Shukrlar bo'lsinki, o'lja taqsimlashda Arslon meni bo'ridan keyin chaqirdi. Agar birinchi bo'lib menga aytganida, albatta men ham bo'ri kabi halok bo'lgan bo'lardim." Ey inson, Masnaviyda bayon etilgan bu qissadan chuqur xulosa chiqargil. Bilginki, kattalar huzurida o'z haddini bilmagan, hurmatini joyiga qo'ymagan kishi mana shu masaldagi bo'ri kabi halok bo'ladi. Tulki bo'rining o'limidan ibrat oldi, hushyor bo'ldi va o'zini qutqardi. Shu bois, ey o'quvchi, tarixda sinchiklab nazar sol. Insonlarning bevaqt o'limiga sabab bo'lgan ishlarni o'rgan, ulardan ibrat olgin va o'zingni halokatga boshlaydigan yo'llardan uzoq tutgin. Agar hikoya sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi ibratli hikoyalarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.